Assalomu alaykum, sizlar bilan yana aka Behruz. Oldingi videolarimizdan birida biz sizlar bilan Arq qal'asi haqida suhbatlashdik. Hozir esa biz sizlar bilan Buxoroning eng sirli va qo'rqinchli joylaridan biri bo'lgan va o'z ichida jinoyatchilar, sirli mahbuslar va hatto elchilarni saqlab kelgan Buxoro zindoni haqida suhbatlashamiz. Qani unda boshladik. Buxoro zindoni Buxoro shahridagi eng qadimiy qamoqxonalardan biri bo'lib, u 18-asr oxirlarida, 19-asr boshlarida qurilgan. Buxoro zindoni Buxoro amirligi davrida eng asosiy xizmatni ko'rsatib kelgan. Endi esa ichkarini birgalashib ko'ramiz. Qani ketdik. O'sha davrlarda zindon oddiy qamoqxona emas edi. Bu yerda siyosiy jazolar qo'llanadigan joy bo'lgan. Ba'zi jinoyatchilar qorong'u va kichkina kameralar joylashgan bo'lganlar. Ba'zi kameralar esa juda ham chuqurda joylashgan bo'lib, u yerda havo va yorug'lik juda ham kam yetib kelgan. Ba'zi mahbuslar esa o'zlarining hukm qilinishlarini oylar va hatto yillar davomida kutishgan. Siyosiy jinoyatchilar bo'ladigan joylardan biri bu qarzdorlar xonasi. Qani kelinglar ko'ramiz. Men hozir zindonning maketini ko'rib qoldim. Men hozir sizlarga zindonni maketi orqali tushuntirishga harakat qilaman. Biz yo'lak orqali kirish joyiga kiramiz. Bu yerda ikkita gumbaz bor. Ular qarzdorlar xonasi. Men hozir sizlarga tushuntirib bergandim. Hozir biz ana shu yerda o'tiramiz. Bu yer esa kannon, ana bu yer. Ana shu yo'laklar orqali biz hozir keyingi kadrlarimizda shu yerlarni ko'rsatamiz. Ushbu maketimiz avvalgi davrlardagi ishchilar, ya'ni militsiyalarning formalari, mana ko'rib turibsiz, qurollari, bu yerda fonuslari turibdi. Hozirgi davrda chiroq deyiladi. Ana avtomatlari. Bu esa keyingi maketimiz. Unda ham chiroq bor, ya'ni fonus, qilichlar bor, tepalari, sallalari. Bu esa to'pponchalar, bular esa avtomatlar. Bu avtomatlar ikkita vazifani bajargan, ham sanchish, ham o't otish vazifasini ham bajargan.
Bular esa qilichlar, kattaroq qilichlar. Bular nayzalar. Bu esa bilmadim bilasizmi? Bu dubinka. Bular esa kamon. Bu kamonning nayza o'qlari. Bular esa o'sha davrlardagi askarlarning kiyinayotgan kiyimlari. Ya'ni maxsus sovutlari. Buxoro zindonining eng qo'rqinchli jazolaridan biri bu kannon deb nomlangan chuqur edi. Mahbuslarni ham aynan shu yerda tashlashgan. Eng qiziq joyi shundaki, va qo'rqinchli joyi shundaki, chuqurlikda har qanday hasharotlar, hayvonlar va qalamushlar bo'lgan. Bu mahbuslarni ham jismoniy tarafdan, ham ruhiy tarafdan sindirish uchun ishlatilgan. Ichkari tomonni ko'rib bo'ldik. Endi orqa tarafga o'tamiz. Qani ketdik. Bu zindon tarixida mashhur mahbuslar ham bo'lgan. 1842-yilda ingliz ofitserlari Charles Stoddard va Arthur Connolly Buxoro amiri Nasrulloh tomonidan aynan shu zindonda saqlangan. Keyinchalik ular qatl etilgan va bu voqea tarixda The Great Game davridagi eng mashhur hodisalardan biri sifatida eslab qolinadi. Bugungi kunda Buxoro zindoni muzey sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu yerda o'sha davr jazolari, qamoqxona sharoiti va mahbuslar hayoti haqida ma'lumot beruvchi eksponatlar mavjud. Sayyohlar bu yerga kelib, o'rta asrlar davridagi qamoqxona tizimini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Sizlar bilan aka Behruz bo'ldi. Keyingi videolar bilan ko'rishguncha xayr.